Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Navbatdagi uyimiz Vokzal elektrosetning arkasida 3-etajda 3 xonali kvartiramiz. Faqat oilaga beriladi. Narxi 3 million so'm dedi. Egasini aytishi bo'yicha kirmashin qo'yib beraman dedi. Beri giraverish qismi ekan. Giraverish qismida shuni prikoshkalari bor ekan. Bunamiz bir xonasi. Beda televizorlari, perdalari, kunda g'olalari, akkuratni shkaflari bor ekan. Balkon o'tadan bo'lsak, beramiz kuxnya. Ugaloklari bor ekan, kotyolları, gaz plita, mana so'zi akkuratni turibdi. Hozirliklarni chaba kuxnya mebellarni ko'rib turibsizlar. 3-etajda 3 xonali ekan, bu 3 millionga beraman dedi. Endi ustida bir ozgina kelishadigan. Resurslari bor ekan, xon taxtalari, bu yerdan perdelar asli turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Faqat oila qo'yib bering deb turibdi. Bu yerda konditsioneri bor ekan. Navbatdagi xonamiz. Bu yerda ham xon taxtasi bor. Dapalarimiz plastik ekan. Tualet ekan bu yerimiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu tarafimiz vannasi. Hamma narsasi akkuratni tutilgan. Narxi 3 million so'm dedi. Kim shunday sifatli uylar kerak bo'lsa, tozadomdan bizlarga murojaat etaverasiz. Telefonlarimiz 77lik 347 99 99 99lik 686 36 36